51 bob. Parvardigor mundoq deydi. Ey haqqoniylikqa intilib, meni izdiganlar, so'zimga quloq selinglar. O'zinglar o'yib ilingan ashu Qur'on toshni eslab biqinglar. Qayerdan qezib ilinganliqinglarni o'ylab biqinglar. Ajdodinglar İbrahimni, sizlarni tuqqan Sarani eslab biqinglar. Men İbrahimni chaqirganda uning farzandi yo'q edi. Lekin men uningga barakat berib, uning avlodini ko'paytdim. Mana men Parvardigor Siyonga tasalli beriman. Uning xarobalariga tasalli beriman. Hamda Siyonning barliq xarobalıqlarini Eram baqqa aylandırman. Uning cho'lliklarini mening beg'imga aylandırman. U yerda shodlik ham xushallik bo'ludu. Şükür ve hamd sanolarning sadosi yangraydi. Ey xalqim, bana quloq selinglar. Ey xalqim, sözümni anglanglar. Ta'limlarim mendin tarqılıdı. Adaletim xalqqa nur boludu. Mening haqqoniyliqim kelish oldida turdi. Qutquzulush boshlanish oldida turdi. Men xalqlarga adolat beraman. Dengiz bo'yidagi yiroq allamu meni kutidi. Ular mening qudratimga umid bog'laydi. Sizlar osmonga qarab beqinglar. Engishib zeminga qarab beqinglar. Osmon xuddi tutundek iz deraksiz yo'quludu. Zemin xuddi kiyimdek konrab tugaydi. Zemindeki odamlarmu xuddi chivindek o'lib ketidi. Lekin men beradigan nijotlik mangu mavjuddir. Mening haqqoniyliqim mangu amaldan qolmaydi. Ey haqqoniylikni bilganlar, mening qonunlarimni qalbiga chin tukkanlar, so'zimga quloq selinglar. Boshqalarning sizlarni haqoratlashidan qo'rqmanglar. Ularning sizlarni ahonat qilishidanmi umidsizlanmanglar. Chunki kiyimni kuya, yungni qurt yegandek, ularnimi o'lim yeb tugutidi. Lekin mening haqqoniyliqim mangu mavjuddir. Mening nijotliqim abadiy davomlashidir. Ey Parvardigor, uyg'onib qo'lingni ko'targaysan. Kuch qudratingni namoyon qilg'aysan. Xuddi burunqi zamondagiga o'xshash o'z qudratingni ko'rsatgaysan. Dengiz maxluqi Rahobni parchalab tashlagan sen emasmi? Qo'rqinchli dengiz maxluqini sanchib o'ltirgan sen emasmi? Dengizdagi sularni, tegi yo'q hanglardagi sularni quritgan sen emasmi? Qulluqdan qutqizgan xalqingning o'tiverishi uchun dengizdan quruqlik paydo qilib yo'l ochgan sen emasmi? Parvardigor qutqizgan kishilar Yerusalimga qaytdi. Ular Siyonga qaytib kelib, shodlik naqshlarini yangritdi. Mangulik xushallikni boshlariga toj qilib taqaydi. Azob va qayg'u tugaydi. Uning o'rnini xushallik va shodlik oladi. Parvardigor mundoq deydi.
Mən faqat və faqat mənla sizlərə təsəlli berələyəm. Sizlər kimdən qorxsınlar? Ölüdigan odamdınmı? Xuddi ot çöpkü oxşar soluşub, xazan boludigan insandınmı? Əcəba, kən osmanni yeyib, zemin ulunu salgan, yaratqıcı mən pərverdigarni unutub qaldınlarmı? Sizlərni yo'qotmoqchi bo'lgan zolimlarning g'azibidan her vaqt qo'rqib, o'diqibla yuramsizlar. Qani endi u zolimlarning g'azibi asrdikilar ozodlikqa chiqidi. Ular zindonda o'lmaydi. Ular yemeklikkimu zar bo'lmaydi. Chunki men sizlarning parvardigoringlar Xudodurman. Men dengiz suyini ostin üstün qilib, dengiz shovqinlarini paydo qilalayman. Qudratlik sardor parvardigor, bu mening nomimdir. Sening jakorlishing uchun so'zlarimni og'zingga selib berdim. Qo'limni sana soya qildim. Bepoyon osmonni yeyib, zeminning ulini salgan men hamda Siyonga sizlar mening xalqim sizlar deganman. O'yg'on, ey Yerusalim, o'yg'on. O'rningdan dastur. Sen qadaxdiki odamni egiz past dastidigan, Parvardigorning qo'lidagi azob sharobini pok-pokiz ichivettin. Özün tuqqan shuncha ko'p o'g'illaringdan seni yulab mangdigan birər simu chiqmadi. Özün o'stirib, cho'ng qilgan shuncha ko'p o'g'illaringdan seni yetilab mangdigan birər simu chiqmadi. Beshinga qo'sh ofat keldi. Kim bu? Sen üçün qayg'urar. Vayronchilik, halokat, ocharchilik, urush opti sening beshinga tushdi. Kim bu sana tasalli berar? O'g'illaring xuddi qopqonga tushib qolgan bo'kandek ko'chi ko'ylarda sunoylinib hoşsuz yetişmekte. Perverdigarının qattiq g'azibi ve tenbihleri ulanı şu halga düşürdü. Ey azap okubet çekelle, sile mest. Lekin bu şarapның sebebidin emas. Şununga kulak silingla ki igenla perverdigar öz xalqini himoya qiladigan Xudo mundaq deydi. Qaranglar, men sizlarning qo'linglardan odamni egiz pas dastidigan qadaxdiki azobga to'lgan sharobni elib oldim. Endi sizlar bu qadaxdan sharob ichmaysizlar. Men endi bu qadaxni sizlarga zulüm salğallarının qoluğa bermen. Ular sizlarga yerdi yat, biz üstüngdün dəssəb ötümüz degan edi. Sizlar yerdi yetib dümbənlarni ulağa yol qilib bədinlar. Adamlar üstünlardan xuddi ko'chida mangandek dəssəb minishdi.